Ruchkam pastasi tugab qoldi. Ruchkani berib tur. Yo'q, bermayman. O'tgan safar sen ruchkani bermagansan. Bugun darsni boshlashdan oldin sizlarga bir narsani tushuntirmoqchiman. Tasavvur qiling. Bu bir raqami sizni insongarchiligingiz, hayotdagi eng kerakli bo'lgan fazilatingiz. Bu 0 raqami sizni yutuqlaringiz. Insongarchiligingiz borligi uchun 10 baravariga ko'paydi. Yana bitta 0 sizni hayotiy tajribangiz 100 ga ko'paygani. Har bitta qo'shilgan 0 sizni insoniylik darajangizni yuksaltiradi. Agar insoniyligingiz yo'q bo'lsa, qolgani 0 ga teng bo'ladi. Bo'pti, men ruchkamman. Rahmat. Insoniylik hamma narsadan ustun turadi.